Amaksini yoki bo'lmasa ammasini, xolasini qiziga uylanish yoki bo'lmasa turmushga chiqish, qarindoshlar o'rtasidagi nikoh. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga ilmiy jihatdan qaraydigan bo'lsak, oldinlari ota-bobolarimiz bir-birlariga qizlarini, o'g'illarini uylantirib, boyagina nikoh qilib qo'yishgan. Va bu oilalarda hammasida ham farzandlari nuqson bilan tug'iladi degan tushuncha bo'lmagan. Tibbiyot bu narsaga qanday qaraydi? Hozirgi kunda tibbiyot qarindoshlar o'rtasidagi nikohga aksincha qarshi. Sababi qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohda farzandlarida nuqson bilan tug'ilish holatlari kuzatilmasa ham, farzandlarning farzandlarida, keyingi avlodlarda ham genetik nuqsonlar, farzandsiz yoki bo'lmasa tuxumlar rivojlanmay qolishi, bolalarda farzandsizlikkacha olib kelishi, urug' yo'llari rivojlanmay qolishlari, qaysidir holatlarda gen o'zgarishining hisobiga farzandlar genetik nuqson bilan tug'ilishi tibbiyotda kuzatilgan. Agar siz qarindoshlar o'rtasida xolangizning qiziga yoki amakingizning qiziga uylanishni yoki bo'lmasa turmushga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda genetik shifokor maslahatini olish tavsiya etiladi. Siz qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qanday qaraysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.